Assalomu alaykum barchaga. Linux administrator kursining navbatdagi video darsiga xush kelibsiz. Bugun kompyuterimizni yoqish tugmasini bosganimizdan to bizga parol so'raydigan ekran qismi chiqqunga qadar orqa fonda nimalar sodir bo'lishini gaplashamiz. O'ylab ko'rganmiz o'zi qanday jarayonlarga kechadi. Ko'pchilik odatda Ubuntu yoki boshqa zamonaviy distribyutlarni faqat chiroyli logotipi ko'radi xolos, ammo aslida u yerda murakkab va tizimli ishlar ketayotgan bo'ladi. Ba'zi serverlarda biz qora ekranda yuzlab qatorli matnlarni o'qib o'tayotganini ko'ramiz. Bu yozuvlar shunchaki bezak emas, ular tizimni qaysi bosqichda ekanligini anglatadi. Bugungi darsimizda biz Linux tizimini yuklanish jarayonini, ya'ni boot processning 5 ta asosiy bosqichini ko'rib chiqamiz. Bu 5 bosqich ketma-ketligini yodda saqlash nafaqat LPIC bir imtihoni uchun juda ham muhim, balki ertadan keyin server yoki boshqa bir tizimlar bilan ishlayotganimizda yonmay qolganda aynan qayerda xatolik bo'layotganini topish uchun eng kerakli bilim hisoblanadi. Birinchi bosqich kompyuterni yoqish tugmasini bosishimiz bilan boshlanadi. Bu vaqtda kompyuterda hali Linux ham, umuman boshqa operatsion tizim ham yo'q bo'ladi, ya'ni yuklanmagan bo'ladi. Birinchi navbatda ona plataning quvvatlanishi, ya'ni BIOS Basic Input Output System chipni uyg'otadi. BIOS o'zi asosiy vazifasi nima? Tizimning eng muhim qismlaridan, ya'ni protsessor, CPU va operativka, ya'ni RAM ni ishga tushiradi hamda ularni tekshirish jarayonlarini olib boradi. Shundan so'ng BIOS kompyuterga ulanganda qattiq disklar yoki USB fleshkalarni ko'rib chiqadi va o'zining sozlamalaridagi navbatlarga qarab operatsion tizimni qidirishni boshlaydi. Hozirgi zamonaviy kompyuterlarda BIOS o'rnini UEFI tizimlari egallagan. Buni farqi shundaki, u operatsion tizimni topish uchun maxsus FAT32 formatda ishlangan kichik bir EFI nomli faylni qidiradi, bo'limni qidiradi. Aynan shu yerda ma'lumotlarni oladi. BIOS o'zi ba'zi bir notebooklar bilsak shunaqa yonadi, ya'ni eski UI versiyada UEFI ga keladigan bo'lsak, hozirgi zamonaviy juda ham chiroyli dizaynda qilinadi. Asosan farqi shu bootni yoqishdagi jarayonlarida. BIOS qattiq diskni tanlagandan so'ng u diskni hamma joyini qidirib o'tirmaydi. U to'g'ridan to'g'ri qattiq diskning eng birinchi sektoriga, ya'ni MBR Master Boot Record yoki zamonaviy disklarda GPT GUID Partition Table ga qaraydi. MBR yoki GPT ning asosiy vazifasi juda oddiy, lekin o'ta muhim. Uning ichida qattiq disklarni qanday bo'laklarga, ya'ni partitionlarga bo'linganligi haqida xaritalar turadi. Eng muhimi BIOS ga shunday deydi: "Men shunchaki xaritaman, operatsion tizimni uyg'otish uchun senga bootloader kerak. U mana bu yerda joylashgan, borib o'shani ishga tushir." MBR bilan GPT nima farqi bor? MBR bu eskiroq versiyasi, GPT bo'lsa hozirgi kundagi yangi zamonaviy versiyasi. MBR da asosan kamchiliklari 2 terabaytgacha hajmdagi disklarni qo'llab-quvvatlaydi. GPT bo'lsa hozirgi kunda taxminan 904 zetabaytgacha. Bo'linishlar soni MBR da 4 tagacha bo'lsa, GPT da bo'lsa 128 tagacha. MBR BIOS tizimlarini qo'llab-quvvatlasa, GPT ham UEFI ham BIOS ni qo'llab-quvvatlaydi. Va bundan boshqa juda ham ko'p qulayliklari mavjud. Uchinchi bosqich bu bootloader bosqichi, ya'ni operatsion tizimni yuklovchi dastur. Linux tizimida bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigan bootloader bu Group 2, ya'ni Grand Unified Bootloader. Group o'zi nima ish qiladi? U sizga ekranda menu chiqarib beradi, xuddi shunga o'xshash. Masalan, tizim yangilangandan so'ng yokida Windows bilan Linuxni birgalikda o'rnatganda, ya'ni dual boot qilganda, qaysi tizimga yoki qaysi Linux yadrosiga, ya'ni kernelga kirishni tanlashni so'raydi. Misol uchun Ubuntuga kirasanmi, yokida Ubuntu uchun ko'proq optionlar, yokida Windowsga o'tasanmi, yokida boshqa bir Linux versiyagami. Xo'p, keling terminalda buni ko'ramiz. Linuxda bootloader fayllari doim /boot papkasida turadi. Ya'ni biz cd /boot va group bo'limiga kirib turib, ls qiladigan bo'lsak, bu yerda ko'rishimiz mumkin group.cfg fayl. Xo'p, group konfiguratsiyalari shu faylda bo'ladi, group.cfg. Bu faylni agar o'qib ko'radigan bo'lsak, xo'p, permission denied, bu paytda bizga sudo yordamga keladi. Sudo cat group.cfg. Xo'p, bu yozuvlar grupga qaysi yadroni, ya'ni kernelni ishga tushirish kerakligini aytib turadi. Agar biz misol uchun izlab ko'rishimiz mumkin, Ctrl Shift F bilan terminalda izlash uchun VM Linux. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, bu yerda aytibdi, grupga aynan shu qaysi versiyadagi yadroni, kernelni ishga tushirish kerakligini aytib turadi. Agar yangilanishdan keyin kompyuter yonmasa, grup menyusining eski kernelini tanlab, tizimni qayta qutqarib qolishimiz mumkin, ya'ni qayta ishga tushirishimiz mumkin. Grup kernelni topgandan keyin nima bo'ladi? Bu 4-bosqich, ya'ni kernel, yadro va initial RAM disk ishga tushadi. /boot papkasiga qaytadigan bo'lsak, xo'p, ls qilib ko'ramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin init
img. Xo'p, bu nima degani? Bu taxminan 40-50 megabaytlik kichkina siqilgan Linux tizimi. U kompyuterning operativ xotirasiga, ya'ni RAM ga virtual disk sifatida ko'chiriladi. Nega? Xo'p, chunki u asl diskimizdagi fayllarni o'qish uchun yadroga zudlik bilan kerakli driverlar zarur bo'ladi. Bu 50 megabaytlik fayl ichida esa aynan shu driverlar bo'ladi. Keyin esa tizimning yuragi bo'lmish haqiqiy kernel, ya'ni VM Linux ko'rishimiz mumkin. Shu fayl ishga tushadi. Garchi u atigi 10-12 megabayt hajmga ega bo'lsa-da, butun apparatni o'z qo'liga oladi, hamma narsalarni tayyor holatga keltiradi. Va nihoyat 5-bosqich, ya'ni o'sha so'nggi bosqichimiz. Yadro, ya'ni o'sha kernel apparatni uyg'otadi, ammo biz uning tiliga tushunmaymiz. Bizga interfeysli tarmoq va xizmatlar kerak. Bularni ishga tushirish uchun yadro kompyuterning eng birinchi dasturini yoqadi. Ya'ni o'sha terminalda ps aux qilib ko'rishimiz mumkin. Eng yuqorida. Xo'p, root PID'si 1 bo'lgan user lib systemd ishga tushadi. Bundan tashqari, xo'p, ls /l sbin init. Hozirgi yangi tizimlarda juda ham ko'p edi sbin init deyilgan. Sbin init bu systemd bilan bitta narsa, ya'ni systemdni shunchaki link faylda ko'rishimiz mumkin. Agar bu ishga tushsa, bu ishga tushdi degani. Eski Unix va Linux tizimlarida bu jarayon csv init deb atalgan, ammo bugungi kunda deyarli barcha Linux tizimlarida systemddan foydalanadi. Systemd nima ish qiladi o'zi? U sizga xizmatlarni yoqadi. Agar sizda grafik interfeys bo'lsa, GUI divanlarini ochadi, tarmoq ulanishini sozlaydi, ovoz chiqarish va eng muhimi, ekranda foydalanuvchi ismini va parolini kirishini so'raydigan oynani chiqaradi. Login oynasini chiqarib beradi. Shu bilan bu jarayoni o'z nihoyasiga yetadi va kompyuter sizning buyruqlaringizni kutib turadi. Bugungi darsimizdan kelib chiqadigan xulosalar LPIC 1 imtihoni uchun mana shu 5 ta bosqich ketma-ketligi yodda tutishimiz kerak. Bu imtihonlarda tushadi BIOS, Ember, Group 2, kernel va init.rd va oxirida systemd. Real hayotda ham serveringiz yonmay qolganda ekranda xatolik xabarini qarab, u qaysi bosqichda qotib qolganingizni bilsangiz bo'ladi. Muammoni hal qilish ancha osonlashadi. Masalan, bootable device not found desa, demak Emberda xatolik bo'ladi. Group qora ekranda qotib qolsa, konfiguratsiyada xatolik degani. Shunga qarab o'zimiz farqlab, to'g'rilab ketaveramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha.